Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan har doimgidek Fullari boy. Bugun bitta ikkita savollarim bor. O'sha savollarimga javob kutib qolaman sizlardan. Asosan O'zbekistonda ko'tarilish uchun hozirgi vaqtda kolleksiyasi 70, 80, balki 90, 100 kolleksiyali akkaunt bo'lishi shartmi? Mana o'ynagan o'yinlarni video qilib qo'ysanglar, nihoya hech kim like ham bosmaydi, podpiska ham bosmaydi. Nima hozirgi vaqtda hamma donatorskiy akkauntda video qilsa, ularniki topga chiqib pik darajada yuratdi. Ya'ni menga o'xshagan oddiy mana odamlar video qilsa, nihoya hech kim like ham bosmaydi, podpiska ham bosmaydi. Nimaga? Odamlar shunchalik bo'lib ketdimi hozirgi vaqtda? Puli bor gapiryapti, puli yo'q jara hammani eshitadigan davrga yetib keldimi? Mayli, bu video ham kimgadir ta'sir qilib podpiska bosib qo'yar. Xudo xolasa yaqin kunlarda 3000 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Atigi 980 ta odam qoldi. Qani bo'lmasa obunalarni bosib tashlash esinglardan chiqmasin.